O'tgan haftaning oxirgi kunida braziliyalik Kaka futboldan xayrlashdi. Endi maydonda oltin to'pni olgan yerlik futbolchi qolmadi deb yozdi nashrlar. Messi va Ronaldo o'zlaridan oldingi oxirgi qirolni kuzatib qo'yish uchun xayrlashuvga bora olishmadi. Chunki bu kecha ikkisining ko'zi faqat bir-birini ko'radigan paytga to'g'ri kelib qoldi. Yana nechanchi marta takrorlanayotganini bilmadim, lekin yana. Men taqdirni voqealar orqali tushunaman. Kelajakdagi ishlarni bilmaganimiz uchun ham o'tib bo'lgan hodisalar orqali tushunsak kerak noiloj. Ronaldo va Messi borasidagi ishlarga e'tibor qaratsangiz, taqdirning nozik iplari bir-biriga tegib ketayotganini ko'rasiz. Antiqa ishlarda to'qnash kelaveradi bu ikkisi. Yaqin o'tmishni eslaymiz. Cristiano Ronaldoni biz, siz hammamiz 2003-yildan taniganmiz. Angliya Premyer Ligasida porlagan yilida. Biroq bu porlash o'ta jiddiy emasdi. Chunki u davrlarda yerlik yulduzlar ko'p edi. Zidane bor edi, Ronaldo bor edi. Portugaliyaning o'zida ham Figo atalmish kuchli yigit o'ynab yurar edi. Filmlarda bo'lgani kabi o'zga sayyoralik yigit o'zgalar olamida birovga sirini aytmay yuraverardi o'sha paytlari. 2006-yilgi mundial ko'pgina mega yulduzlarning faoliyatini yakunlab berdi. Zidane musobaqani kalla qo'yib tark etgan bo'lsa, bu turnir Ronaldo, Ronaldinho, Beckham, Figo, Owen, Raul, Del Piero, Totti va shu saviyadagi ko'plab super yigitlar uchun oxirgisiga aylandi. Qisqa qilib aytganda, taxtni bo'shatib ketishdi. Cristiano ana shundan so'ng o'zgardi. To'g'ri 2007-yilda Milanga Yevropa Chempionlar Ligasini olib bergan Kaka oltin to'pni o'ziniki qilib olgan dersiz. Ammo qizil iblislar tarkibidagi yigitning fintlari va gollari baribir boshqacharoq edi. Oltin to'pni taqdirlash marosimiga birinchi marta yo'l olgan Ronaldo bir Kakaning qo'lidagi matohga qarardi, bir bu tomonda turgan kichkina shahzodaga. Oltin to'pni ushlab turgan yulduzdan ko'ra kichkina jussali o'rtoq unga tanishroq edi. Yo'q, qiziqroq tuyulaverardi. U tanidi, yillab qidirib yurgan sayyoradoshini tanib oldi. Keyingi 10 yil davomida Ronaldo va Messi doimiy ravishda yonma-yon turishga o'sha palladayoq kelishib olishdi go'yo. Faqat bunisidan farqli holda boyaga ordona qurg'ur matohni boshqa odamga bermaslik sharti bilan. 2007-yilning eng yaxshi futbolchilari uchligi oxirgi marta 3 ta mamlakat chempionatidan aniqlangandi o'shanda. Kaka A Seriya, Ronaldo Angliya Premyer Ligasi va Messi La Liga vakili sifatida kelgan edilar. Keyingi yildayoq Kakani o'yindan chiqarib yuborishdi. Ronaldo faoliyatida ilk bora dunyoning eng yaxshisiga aylandi. Messi uning oldida edi. Oldida edi-yu yil davomida bir-birlaridan uzoq yashaganlaridanmi, negadir o'sha marosimda bir masala yuzasidan kelishib olishmasa bo'lmasdi. Bitta chempionatda o'ynamaymizmi deyishdi bir-biriga unsiz nigoh tashlar ekan. Messining tabiatidan kelib chiqadigan bo'lsak, u bir joyda ko'karadigan daraxt sirasiga kiradi. Ronaldo esa bir marta chempionat almashtirgan. Portugaliyalik yulduzga bu ish og'ir emasdi. Mayli yoningga men bora qolaman dedi u. Borishiga boshqa sabab ham bor edi. Messi Angliya Premyer Ligasiga kelgani bilan bu ikkovlan o'rtasida boshqa yulduz o'rtalariga aralasha olmaydigan olovli bahslar guvohi bo'lmasligimiz mumkin edi. Ronaldoning Realga tashrifi esa asr to'qnashuviga sabab bo'lardi. Chunki Ispaniyada Madrid va Kataloniya o'rtasidagi dahshatli raqobat ham bor ediki, bu raqobat ikki yulduzga-da o'rtaga birovni aralashtirmay kurashish imkonini berardi. Duel uchun bundan zo'r chempionatni topib bo'lmasdi. O'sha to'qnashuv shu paytga davr qanday ko'rinish olgani haqida hamma biladi. Gapirib o'tirmaymiz. Boshqa jihatga to'xtalmoqchimiz xolos. Bu ikki erkatoyning o'zaro uchrashmaydigan bitta turniri bor. U ham bo'lsa qit'a chempionatlari. Ronaldo Yevropada, Messi CONMEBOLda ishtirok etadi chunki. Lekin bir yil oldin bu nuqtada ham taqdiriy to'qnash sodir bo'ldi. Janubiy Amerika Kubogi bahslari Yevropa chempionati o'tadigan yilga o'tkazildi. Juft yillarga. Atay bir paytda o'tkaziladigan bo'ldi. Messi finalga chiqib penaltilar seriyasida xato qilgan kechada Ronaldo ertasiga taqdir hukmi bilan penaltiga o'sha nuqtaga yaqinlashishi lozim edi. Bu ham mayli. Rossiya 2018 yo'llarida ham ular bir amallab to'qnashib olishmoqda. Cristianoning Portugaliyasi saralashni mag'lubiyat bilan boshlagan, o'yinda Ronaldo qatnashmagan edi. O'sha jamoani oxirgi turda yengibgina Yevropa chempionlari Jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritishga majbur bo'lib qolishdi.
Argentina ham saralashni Messisiz boshlagan, Ekvadorni qabul qilib, xuddi shu hisobda 0-2 yutqazib qo'ygandi. Oxirgi turda o'sha Ekvadorni yengibgina mundial eshiklarini ochishi mumkin edi va bu ikki o'yin o'rtasidagi farq bor yo'g'i 4 soatni tashkil etishiga endi bir qarang. Okean nariyog'ida bo'lib ham bir-birini o'ylab o'ynaydigan boshqa yana qanday juftlikni topa olasizlar sizlar? Ha, bu safar ikki dahoning uchrashadigan nuqtasi Rossiya bo'ladi. Ularni bu galcha ko'rmaymiz deb o'ylovmidingiz? Adashdingiz. Hali ozgina erta.